Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun sizlar bilan Adobe'da Photoshop'ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Albatta, ochiq variantini crack qilingan, ya'ni u litsenziya so'ramaydi. Pullik emas, bepul. Pullik versiyasini bir ko'rib o'tamiz. Pullik versiyasini ishlasa bo'ladi, aynan 7 kunga ishlasa bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib Photoshop'ni aynan saytga joylamaganman, uni Telegram kanaliga zip formatda tashlab qo'yganman. Mana bu. Xo'p, shuni men tortib qo'ydim, yuklab faylga o'tib ko'rish mumkin. Xo'p, mana buni zipdan chiqarishni hamma bilsa kerak. Faylga men chiqarib qo'ydim buni. Xo'p, o'rnatishni ustiga 2 marta bossak o'zi ochadi avtomatik. Lekin bitta narsa esdan chiqdi. Menimcha oldin o'rnatganlar bilsa kerak. Buning uchun antivirusni o'chirish shart. O'chirmasangiz qanaqadir ichidagi fayllarni virus deb qabul qilib o'chirib tashlash mumkin. O'shaning uchun antivirusni o'chirishimiz shart. Kompyuterim menda biroz qotib ishlayapti. Aynan menda mana bunaqa antivirus ham bor. Mana ko'rayotgan bo'lsa, xo'p, buni ham o'chiraman. Xo'p, keyin bu antivirusni ham o'chiraman. Xo'p, buni mana bu yerga qaytib, bazasidan o'chirishim mumkin. Xo'p, mana. Xo'p, bu antivirus o'chdi. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zi sariq bo'lib qoldi. Buni keyin bosishga ochamiz. Biroz vaqt oladi faylni tekshirishga. Xo'p, Adobe'da pullik versiyasini bu yerdan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Adobe'ni yozsangiz o'z rasmiy sayti chiqadi. Birinchi chiqqan saytga kirishimiz kerak. Buning uchun o'z bepul sinab ko'rish deb turibdi. Bepul sinab ko'rish qilib 7 kunga bepul faqat sinov. Yuklab olsangiz bo'ladi. Bosib bemalol mayda o'z kutubxonalari chiqadi. Xo'p, buni ko'rib o'tdik. Shu yerda yuklab olsangiz bo'ladi. Bepul yuklab olib 7 kunga sinab ko'rish. Buni o'rnatyapti ayni paytda. Bunda mana chiqadi. Agar kimdadir Visual Studio o'rnatgan bo'lsa, oldin bu shart emas. Agar o'rnatmagan bo'lsa, shart buni olib qo'ysa ham bo'laveradi. Ingliz, rus tili, kimga qanaqa til kerak bo'lsa, ma'quli o'sha tilda o'rnatadi. Menga rus tili ma'qulroq, rus tilini o'rnataman shuning uchun. Xo'p, buni o'rnatish biroz vaqt oladi, shuning uchun videoni pauza qilib turaman. Telegram linkda videoni tagiga joylab qo'yaman. Shu orqali kirib yuklab olsa bo'ladi. Bu yerda undan tashqari Adobe'da Premiere Pro'si bor, After Effects bor ekan. Xo'p, bu endi o'rnatishga chiqdi. Aynan shunaqa ko'rinishda. Xo'p, bundan keyin yana tilni tanlab olsangiz bo'ladi. Kimdadir rus, kimdadir ingliz tilida qiziq bo'lishi mumkin. Xo'p, men aynan rus tilini bilaman, o'shaning uchun rus tiliga qo'yib olaman buni. Xo'p, bu yerda keyin faylingiz qayerga joylanishini aytyapti. Tepada foizlar bilan ko'rsatib turadi. Sinovga qilinayotganini. Xo'p, bu aynan olganda o'rnatib bo'ldi. Bu o'sha o'rnatib bo'ldi. Bu faqat yana qayta o'rnatish chiqadi. Qayta o'rnatish ustunovkani bosib olmang. O'sha bizda o'rnatilgan tayyor. X qilib chiqib ketamiz. Shart emas. Bo'ldi. Miqdorini reklamas shart emas. Xo'p, buni qayerdan topib olamiz? Bu mana
faqat o'rnatilayotganda nimaga e'tiborli bo'ling, antivirusga e'tiborli bo'ling. Antivirus bilan bu ustunovka qilib bo'lmaydi. Antivirus yoniq holatda ashikka berib qaytib ketadi baribir. Agar antivirus o'chik bo'lsa, muammosi o'rnatiladi. Bizda hammasi ishladi. Bu yerdan boyagidan yangi o'yinlarni ochib ishlayversangiz bo'ladi. Qolganini keyingi videolarda agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa chiqaraman. Hozircha shular.